dinni ushlash, cho'g'ini ushlash kabi qiyin bo'lib qoladi deganlar. Shunaqa zamon keladi. Tashlab olsang dinsiz qolasan. Bemalol ushlab tura olmaysan, qo'ling kuyadi. Ya'ni dindorliging shunaqa qiyin bo'ladi. Ummatning boshiga shunaqa zamon keladi deganlar. Va o'shanda musulmonlar g'arib bo'lib qoladi. Haqiqiy dinni ushlaganlar bechoraga aylanib qoladi. Shundagi bechoralikni qo'ldan bermaganlarga jannat bo'lsin deganlar. Shunday zamonda kishi dinini olib qochish uchun bir vodiylarga yo bir tog'larga chiqib ketadi. Chunki odamlar orasida dinni ushlab turish imkoni bo'lmay qoladi. To'rt tarafdan dinsizlikka da'vat bo'ladi. Dindorlar tomonidan o'sha da'vat bo'ladi. Chalamullalar tarafidan o'sha da'vat bo'ladi. Shunda ko'chaga chiqsa, kimga qo'shilsa bir xato yo'lga qo'shilib ketaveradi. Hech kimga qo'shilmaydigan toqqa chiqib ketishga majbur bo'lib qoladi deganlar. Bunaqa hadis bor. O'sha zamon keldimi deb so'ralayotgan bo'lsa, allaqachon keldi shu zamon.